Qumluqdagi qiz. 14-qism. Qiz uningdan yana boshqa savollarni, uning qayerdan kelganligini, bu yerda nima ish qiladiganligini so'ramoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u bola xuddi bir shabidan qo'rqqandek, qanchalik tez paydo bo'lgan bo'lsa, shunchalik tez g'oyib bo'libdi. Malik xuddi tush ko'rayotgandek, biroz qaymoqib qolgandan keyin tezla esiga kelib, birasining o'zini bayqab qolmagan fursatdan foydalanib, tezla momisining yeniga qarab mengibdi. Malika garchi shundoq tez yugurgan bo'lsa-mu, ammo momisi allaqachon bayqib ketgan er olvasining changiliga tushib qolgan bo'lib, boya u eshikdan chiqqan vaqtida uning chiroyini ancha aniq ko'ramagan Malika endilikda uni aniq ko'ribdi. Uning sochlari o'sib, poqpiyib ketgan. Tirnoqlari uzun, yuz ko'zlari qop-qora. Eg'izining ikki tarafidan ikki dona uzun so'ngaklik tishlar ko'rinib qolgan, badani bo'lsa qop-qora tuklar chirmab olgan bo'lib, qarg'alik kishi uningdan qo'rqmay qolmaydi ekan. Er olvasti mo'mayga qo'lini uzatishi bilan Malikimo uningga qarab, "Tangla, dada" deb vaqiribdi. Er olvastining ko'z jiyaklari namlanib, boyiqib poqpoygan sochlari va sat turqi o'zgarib, garchi bak kelishgan bo'lmasa-mu, boyiqiga qaraganda xilili mehrlik odam siyoqiga kirib, "Bola, og'ir qaytib keldingmi? Opang ishkimiz, seni baglisi yig'indiq" deb Malikini quchoqlabdi. Garchi Malika shuncha bak qo'rqib turayotgan bo'lsa-mu, lekin bu olvasining chiroy turqining o'zgargandan xo'shal bo'lib, sal yuragi joyiga tushibdi va ikkisiga nemish bo'lganligini bilmay, bu odamning kim ekanligini uqmay turgan mo'mayga ko'zini qisib qo'yibdi va olvasiga qarab, "Dada, bu mening kichikimdan beqib cho'ng qilgan mo'mam. Uningga cheqilma" debdi. Olvasdimi boya yovuz changiliga ilib olgan mo'mayga endilikda mehrli qo'llarini uzatib, "Qizimni beqib cho'ng qilganingizga rahmat. Ayolim ishkimiz, sizga rahmatimizni bildiraylik" debdi. Lekin Malika, "Yo'q dada, mo'mam bilan mening hozir jiddiy ishimiz bor. Biz avval shu ishni qilib kelaylik. Sen avval uyga qaytib, bizga yeydigan mo'l noz-ne'matlarni tayyor qilgin. Biz ishni tugatib, yigilib boramiz. Bugun navoda mushu ishni bitirib etmasam, sizlar bilan jam bo'lamayman" debdi. Alvastamo Malikining gapiga qo'shilib, qizini xo'shallik bilan o'zitib qo'yib, boyiqi koni uy tarafga qarab mengibdi. Uning bilan paranglashib, yana texi uni quchoqlab turib, yurki eg'iziga kaplashib qolgan Malika mo'mayning qo'lidan tutib yo'lab, tez-tez mengishga boshlabdi. Mo'may bo'lsa, "Qizim, bu zodi nima ish?" deb hayronlikda Malikaga tikilibdi. Malika boyadan beri ko'rgan va anglaganlarning birnimi qo'ymay mo'mayga aytib beribdi. Mo'may uning eg'izidan chiqqan gaplarga aqli hayron bo'lib va yana bir tarafdan qo'rqib turib, ortiq gap so'rashga petinolmasdan Malikining qo'liga ching esilib mengibdi. Ular xili uzun mengib, bu tog'dan yiroqlashgandan keyin Malika bilan mo'misi yana dam elivilish uchun o'ltiribdi. Ular uydan chiqib ketgandan keyin uzoq o'tmayla uydagi xizmatchilar Malikining mo'may bilan chiqib ketganligini, allaqachon Shuhratning qo'liqiga yetkazib bo'lgan bo'lib, Shuhrat jonni ochiqida Malika va mo'mayni qo'g'lab, ot choptirib, bir muncha xizmatkorlari bilan ularni taraf-tarafdan izlashga boshlabdi. Lekin ularni shuncha izlabmi, zotili topolmabdi. Olvastimi uyga qaytib, ayoliga o'zining boya qizini ko'rganligini aytibdi. Lekin ayoli uning gapiga ishonmay, o'zini billa elib chiqishni topilabdi. Ular ikkisi birlikda bolasi deb to'nib olgan Malikini izlashga boshlabdi. Malika bilan mo'may uch yo'lning birida mengishga majbur bo'libdi. Chunki bir tarafda Shuhrat, yana bir tarafda Shuhratdimi qo'rqinchli olvasti ularning iziga topishib kelayotganligi uchun eng tez suratda mengishga majbur bo'libdi. Ular ikkisi manga oxiri Shuhrat va olvasti er ayolga tangli tutilibdi. Olvasti er Malikaga qarab, "Xotin, qara, bolamiz" debdi. Lekin ayoli bo'lsa, "Sen nima deb jilvatsan? Eniqli bir parcha go'sht turmamdi. Berib uni tut" debdi.
Lekin alvasta er bo'lsa, baya Malika uni dada deb chaqirganligi uchun uningga aldinib, ayoliga qattiq qarshi turibdi. Qattiq ochiqqa kelgan ayol Malikaga qarab, sad chiroyi bilan sho'lgini eqitib kelib, uningga etilibdi. Lekin Shuhrat otgan o'qyadan qansirab, yerga yiqilibdi. O'zining ayolining qansirab yerda yotganligini ko'rgan er alvasti ayolini turg'izib, ayolining o'lganligini ko'rib, Shuhratga tish tirnog'igacha o'shtiga kelib, uningga qarab etilibdi. Shuhrat o'qyani yana uningga qartib o'qizibdi. Lekin Shuhratning otgan o'qyasi er alvastiga ta'sir qilmay, er alvasti etilib berib, Shuhratning bo'ynini tishlabdi. Shuhratning bo'ynidagi tumuri uzilib ketganligi uchun bo'ynidan qon tapchib etilib chiqishga boshlabdi. Shuhrat bilan birga kelgan xizmatchilar er alvastiga qartib, qo'lidan to'qmoq, kaltaklarni etishga boshlabdi. Shu jarayonda Shuhrat qon ko'p chiqib ketganlikdan jon uzibdi. Er alvastimi ig'ir yaralanganlikdan Shuhratning ustiga yiqilibdi. Ular hamma ishlar oxirlashdi deb xo'shal bo'lib turganida xizmatkorlarning orasidan Shuhratning bolasi chiqib ketdi va dadamning o'lishiga sen sababchi deb uningga xanjarni ko'tarib ketdi va xanjarni Malikaning ko'kragiga qartib urmoqchi bo'lib, qo'lini ko'tarib Malikaga uzatishi bilan Mo'may yugurib kelib, Malikadan xanjarni to'sib, o'ziga kirgan xanjarni sug'urib elib, Shuhratning bolasiga tiqibdi. Shuhratning o'g'li va Mo'may ishkilasi tangli yerga yiqilibdi. Malika bo'lsa, mo'misining ko'z oldida mushundaqli o'zi uchun jon berganligiga ishonmay, qattiq azoblanib, ko'z yoshlari daryo bo'lib eqibdi. Lekin xuddi bir xo'shallik va xopiliq tankaginidek oradan uzoq o'tmay, Malika Mo'mayning burunqi qo'rosiga varislik qildi. U qo'rodagi hamma kishilarga mayli oddiy xizmatchi yoki xo'jador bo'lsin, to'limi kuyinib, hurmatlaydigan bo'lganligi uchun hammasi uning barliq o'rinlashtirishlariga bo'ysunib, uning deganidek qilib, uning bilan xo'jayin va xizmatkordek emas, xuddi bir tuqqan qarindoshlardek o'tadigan bo'pti. Shaharning bu chetida g'amsiz yashayotgan Malika hech nima xiyolida yo'q yurgani bilan, lekin shaharning yana bir chetida Nusrat va Hurliqa qizini ko'rishga taqliq bo'lib, shuncha uzundan beri Mo'may bilan uchrashamganligi uchun Malikani izlab, mayli nimali bo'lsam bo'lay deb uni izlab, yana Mo'mayning qo'rosi oldiga keldi. Ammo ularmo uydagilarni cho'chitib qo'yishdan ansirab, ularning uyiga kelgan xizmatkor sifatida kirib, qo'rodagi barliq ahvollarni egilab bo'lgandan keyin ondan bir ish qilishni tutishibdi. Hurliqa bu uyga oshpaz sifatida, Nusrat bo'lsa yugur yetimga mas'ul odam sifatida kiribdi. Hurliqa birinchi kunila o'zining eng usta hunarlarini chiqarib, tomoq etib, Malikaning huzuriga akirgizibdi. Oldidagi esil va mazalik taomlarni ko'rib, Malika xizmatchilardan: "Voy, bugun qanday alohida ekan. Tomoqlar bekla mo'lg'u" deb so'rabdi. Xo'jador: "Yo'qay, xinim. Bugun bizning qo'royimizga yangidan xizmatchilar kelgan. Uning orasidagi bir oshpaz ayol tomoqni shundoq o'xshitib etadi ekan. Uning hunariga hammamiz qoyil bo'ldik. Hatto xizmatkorlarmi uning atgan tomoqini maqtab turib talishib yeb ketdi. Agar bu tomoqlar sizlarga yaragan bo'lsa, bundan keyin sizlarning tomoqlarini ashu oshpaz asson." Malika: "Bu tomoqlar haqiqatan mubak o'xshabdi. Bo'ladi. Bundan keyin mening tomoqimga ashu oshpaz mas'ul bo'lsin" debdi va ko'p o'ylamayla tomoqni yeb, xo'shal holda qasrning o'ttirdagi ravoqqa kelib, ko'lga qarab o'ltirib, xiyol surishga boshlabdi. Uning har kuni qiladigan xiyoli faqat birli bo'lib, oldingi qitim olvasi bilan ko'rishgandan keyin paydo bo'lgan yiliqi bola bo'lib, u bu bolaning kim ekanligiga to'lima qiziqibdi. Lekin buning sirni zodila bilinmabdi. Nusrat bilan Hurliqa bu uyga kelganiga saq bir hafta bo'lgan kuni oqshimi Malika g'alaytili bir tush ko'ribdi. Tushida u bir daryo bo'yida o'ltirgan bo'lib, ko'p-ko'k osmon va suzuk daryo bo'yida mayin shamoldan bahar elib o'ltirg'ach, suv ichay deb daryoga qo'lini uzatibdi. Lekin tuyuqsiz uyg'onib ketibdi. U boshqacha o'ylamay, yana tushining oxirini ko'ralamanmi deganni o'ylab, yana uyquga ketibdi.
va degandekla yana shu tushning kelgan yerdan boshlab ko'rishga boshlabdi. U bu qitim ko'lga qo'lini uzatib suv ichay deb turishiga ko'lning yuziga heliqi vaqtda uningga yordam qilgan bolaning chiroyi aks etibdi. U bola Malikaga mayus va azob aralash bir xil tuyg'uda qarab turibdi. Malikami hayronlikda ham qo'rqinish ichida uningga qarab gap boshlamoqchi bo'lganida uydagi xizmatkorlarning varang-cho'rangidan uyg'onib ketibdi. Hech qachon xizmatkorlarga ochiqlab boqmagan Hurliqaning mana amdilikda ularga to'limi ochiq ketdi va g'azab bilan o'rnidan turibdi. Eshikni ichib sirtqa chiqishiga uning yotgan uyining yanidagi hujrga o't tutishib ketgan bo'lib, butun xizmatkorlar jiddiychilikda o'tni o'chirayotgan ekan. Aziz anglag'uchilar, cho'ng tipdagi cho'chak xarakterlik ovozliq asar Qumliqdagi qizning bugungi qismi mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat.